Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Zagram pasport. Biometrik pasportlarınız yok mu? Yo'q. Bitti şu. Haydovchi guvohnoma ular sifatida. Telefonda rasm bor. Keling, ilk tomonlarga o'tib ko'ring, xush kelgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nazarov hozir yaxshimisiz? Rahmat. Siz bilan muloqotimiz yozilyapti. Gaz hujjati bormi? Yo'q. Yo'q, bor, o'z yonimda yo'q-da. Mana ruxsati yo'q, benzin turibdi, gaz o'rnatilgan. Bilmayman endi. Аккумулятор заряда кям. Rasmi bor, ko'rsatang. Rasmi bor, ko'rsatang. Benzin turibdi. Bilmadim endi u ba'zan kamchiligidan, mana kamchiligi emas-ku. Qarang, mana shuni olishda qonuniy o'tgan, to'g'rimi? Texasga o'tira hammasida. Ba'zida chiqmasa, mani aybim emas-ku, mana ko'rsatyapman. Siz ham aybimiz emas. Men sizni aybingiz deyapman, meni ham aybim emas. O'tirg'ada uchun bu ham davlat bergan, benzin chiqaryapti. Mana ko'rsatyapmanmi? O'shaning uchun aytyapmiz. Mana ko'rsatyapman. Shuni o'shuniki. Propanmi? Propan. Propan. Biz mana shu asosga yozamiz endi tushdagi, xo'p? Xo'p, yozing. Avtoloyingiz vaqtinchalik saqlash uchun jarimada qo'yamiz. Bu o'tmaydimi mana bu? Yo'q, u endi rasmda mana o'sha syomka Ne, qilgan bo'lsangiz, buni ham Qarang, mana bu soxtami? Yo'q, men soxta deganim yo'q. Men o'zim Pasportini berdimi? biriktirilgan elektron planshet orqali ko'rganimni aniq qilyapman, xo'p? Ne, bu mana bu qaysi mashinaniki? Ko'rsiz? Ha? Mana bu qaysi mashinaniki? U rasmda skrinshot qilish mumkin. Har xil rasmdagi narsani qilish mumkin-da. Endi agar texpasport yoningizda ko'rsatsangiz keyin qo'limga ushlab ko'rsa. Endi rasmda har xil Qarang, Photoshop degan pasport narsalar berdimi? bor. Boshqani. Qizil pasport berdim. Zagreb Chiqmadi, pasport shunaymi? berdingiz. Qarang, endi fuqarolik mana huquqim qo'ymay bo'lyapti-da. Qayerda? Nima siz? Qarang, pasportimni berdim, biometrik pasport berdim. Hamma dalillarni ba'zida chiqishi shart, to'g'rimi? Men sizni shaxsiy hammasizni aniqlayapman. Men aniqlikka qayta jihozi aytyapman. Qarang, menga tegishli bo'lgan hamma ma'lumotlarim chiqishi kerak. Gaz ballon o'rnatganim ham. O'sha chiqmadi. O'sha chiqmagan bo'lsa, fuqaroning huquqi qo'ymay bo'lyaptimi? Nimaga poymol bo'lyapti? Chunki chiqishi shart bo'lgan narsa chiqmayapti. Qilinmagandir balki. Hamma ko'rsatyapman rasmini. U rasmda aytyapman, Photoshop bo'lishi ham mumkin. Ko'rsatyapman rasmini. U rasmda aytyapman, Photoshop bo'lishi ham mumkin. Rasm ko'rsatyapman. Bo'lmasa qog'oz protokol keltirasiz, qog'oz emas, elektron yozaman. Yo'q, 407-sonli qaror bo'yicha qog'ozda protokol. Qaysi 407? 407-sonli qaror Vazirlar Mahkamasining 5-bandida 407 haydovchini agar inkor etsa, soddalashtirilgan tartibda kiring, vaqtim ko'p. Yo'q, 407-sonli qaror. Kiring bemalol. Qaror yo'q. Vazirlar Mahkamasi. Kiring, 407 sonli bu qaror emas. Qonun. Bo'ldi, men vaqtim ko'p. Qonuni. Vaqtim ko'p, bemalol. Yo'q, unaqa 2016 emas. Hozir sizga ko'tarib beraman.
Vazirlar Mahkamasining qarori 407-sonli Ha. 24-iyunda qabul bo'lgan 2020-yil. Ha. Endi shuni to'q ko'rsatib bermasam, o'sha yerda qog'oz qarang, protokol to'q ko'rsatib bermasam tan olmaysiz, lekin qog'oz protokol yozsin. endi gapni eshiting oxirigacha. Polni shuni bilasiz, lekin haydovchini sinab ko'rasiz. Qani tushunadimi, tushunmaydimi? Albatta 5-bandini ko'rsatamiz sizga. Qog'oz protokol yozsin. Ana, qarang. Belgilansinki, quyidagi holatlarda ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishlar soddalashtirilgan tartibda yuritilmaydi. Ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ishning soddalashtirilgan tartibda yuritilishiga huquqbuzar yoki jabrlanuvchining e'tirozi bo'lganda, Nima deyilgan? Qog'oz e'tirozi bo'lganda soddalashtirilgan tartibda, ya'ni elektron tarzda bayon qilinmaydi deyapti. soddalashtirilgan elektronniku qaytamga. Ha, ana shu soddalashtirilgan tartibda kiritilmaydi, yuritilmaydi deyapti. Elektron planshetim bor, shunga yozing. Ha, shuni aytyapman-ku. E'tirozingiz bo'lsa, bizdan yuqori turuvchi organ bor, to'g'rimi? Norozi O'sha murojaat qilasiz. Mayli. Qarang. Xolislar ishtirokida bitta xolis to'xtatib, men xolislar ishtirokida bayonnoma Yo'q, rasmiylashtiraman. ama qo'l qo'yaman. Noroziman degan joyga qo'l qo'yaman. E'tirozimni yozaman. Planshetda noroziman degan. Yozma ravishda endi yoki og'zaki murojaat qilasiz. Yo'q, e'tirozimni planshetda yozaman. Yozolmaysiz. Yo'q, noroziman degan punkti bor-ku. Punkt bor. Siz u yerda yoza olmaysiz, xolislar kiritiladi. Chunki bu faqat ovoz Bu, aks qiladi. qarang, bu body kamera siz bilan bizni yuz ko'rinishimizdan tortib ovozimizgacha hammasigacha zaps qiladi. Xo'p, to'g'ri, to'g'ri. Endi siz demak qog'ozda protokol yuritmaysiz, Yo'q. yozmaysiz. Yo'q. Ha, sizga keltirib beraman-ku 5-bandda Elektron aytilgan. planshet orqali yozaman. Qarang, nima degan beradi? Elektron planshet orqali sizga ma'muriy. Xo'p, 5-bandga amal qilmaysiz? Rasmiylashtiradi. 5-bandga amal qilmaysiz. Yo'q, unda qog'oz protokol yo'q. Aytilgan, yana qani aytsin. Qarang, soddalashtirilgan tartibda yuritilmaydi deyapti. Ya'ni planshetda yuritilmaydi deyapti. Nimaga yurishing? Bu soddalashtirilgan tartib. Ha? Bu soddalashtirilgan tartib planshet. Qog'oz degani o'zi soddalashtirilmagan. Yozilmagan o Ana ma'muriy hudud soddalashtirilgan deb yozilmagan. jabran e'tirozi bo'lganda deyapti, qog'ozda tuziladi. E'tirozingiz bizdan boshqa organlarga murojaat qilishingiz. Bo'ldi, значит, uni desam ham, buni desam ham siz prav bo'lib chiqyapsiz-da. Bo'ldi, jangoda damish. Ha, o'sha Siz prav bo'lib chiqyapsiz-da. Qarang. Demak, birontasi qonun qarorlarga amal qilmayapsiz. Mana bu tex pasportim. Men o'z bitta pasportni berishim shart, lekin soddalashtirilgan tartibda yana barcha qog'ozlarni olib yurishim kerak-a? O'z raqamlashtirishga ketyapti. Bitta pasportni o'zi bo'lsa bo'ldi. Yaqinda shu pasport ham kerak emas. Lexusdan shundan ko'rsatib ketaveramiz. Lekin sizlar tirnoqdan kir qidirib hamma narsani talab qilasizlar. Nima endi? Yo'q, hamma narsani talab qilasiz. Pasport berdim, tex pasportni ham ko'rsatdim, pasportni ham berdim, bo'lmaydi deyapsiz. Endi sizlar bazaga Bo'lmasa tushundim aka, tushundim. Bazada kiritilmasa meni aybim emasda. meni ham aybim bor. Sizni ham aybingiz emas, lekin siz Meni ham aybim bor. lekin ichki ishlarning aybida. Ha? Ichki ishlarning aybida. O'zining har bir bo'limi bor o'sha. Ha, lekin o'sha sizlarga tegishli organda ular ham. Obligayda aytganman, to'g'rimi? Demak, o'zlaringizniki to'g'ri kelmayapti. Lekin fuqaro bu yerda saqlanib bo'lish kerak. Nima esaslanadi? Qarang, o'zi 10 soat harakatlanib kelyapman, siz to'xtatib, yo'q joyda ayb qidiryapsiz-da. Qanaqa ayb qidiraman? Tekshirib bo'lgan bo'lsangiz, meni ortiqcha vaqtimni olmang. Hurmatli inspektor, 1 minut. Oq yo'l tilamaysizmi? Oq yo'l tilamaysizmi? Qanaqa vaqt? Oq yo'l. Aytdim-ku. Asabimni buzish, oq yo'l tilamabsiz, ketyapsiz. Xizmat guvohnomangiz. Ha? Xizmat guvohnomangiz. Значок raqamangiz. Yaqinroq ketiring, ko'rmayapman. Keling ko'ring. Yo'q, yaqinroq ketiring, ko'rmayapman. Ko'ring, o'rtoq haydovchi. Mashinadan tushmayman. Mashinadan tushmayman. Cho'tta ko'rsin. Ism familiyangiz? Ism familiyangiz. Nodirjon Abdumolin. Ketiring, men o'qishim kerak. Mana bu yorug'da o'qishim kerak. Keling o'qing. Siz haydovchini ustidan kulyapsiz-da. Nimaga kulaman? Siz mana beracha ketiring, men hujjatlarimni berdim, yo'limga keldi sizga. Juda mana bunaqa yaqin turmang, mana masofa saqlab ko'rsatyapman. Tak, Nodirbek Abdulayev, YPX xavfsizlik boshqarmasi, 2023 kabul. Значок raqamingiz? Значок raqamingiz? O'rtoqqa 70. Ko'rinmayapti menga. Ha? Menga ko'rinmayapti. Yetdimku siz. Yo'q, menga ko'rinmayapti. Ha? Ko'zim bilan ko'rishim kerak. Ko'rinmayapti, yaqinroq keling. 0971 teng. Menga javobmi? Javob. O'qiyot so'rang, tilang. Yaxshi yetdi. Bo'ldi.